Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Foydali qazilmalarni boyitish hamda metallurgik jarayonlarda sohasida o'quvchi talabalar, shu sohada ishlovchi ishchi xodimlar. Bugungi mavzuyimiz umumiy bir kon topildi. Bu konni tarkibidagi metal qanday qilib sof metal holatigacha keladi? O'sha orasidagi jarayonlar haqida umumiy ma'lumotlar fikr almashamiz. Mana geologlar tomonidan mis koni topildi deb hisoblaymiz. Bir mis koni topildi. Laboratoriya razvedka ishlari buni tasdiqladi, bu mis koni mavjudligini. Keyingi qilinadigan ishlar qanday boyitish hamda metallurgik jarayonlar olib boriladi, nimalarga e'tibor beriladi, shu bo'yicha gaplashamiz. Mis koni topildi, rudani o'sha o'rganish va boyitish usulini tanlash. Birinchi qilinadigan ish yangi topilgan mis konidan o'sha rudalardan namuna olib, mineralogik tarkib o'rganish uchun laboratoriyaga yuboriladi. Hamda rudani xossalarini o'rganadi. Bu esa o'sha boyitishni samarali usulini tanlashga katta ahamiyatga ega. Ruda o'zi 3 xil turi mavjud. Rudani bilasizlar: sulfidli rudalar, oksidli rudalar, sof rudalar. Sulfidli rudalar foydali komponent oltin gugurt bilan birikma hosil qilgan bo'ladi. Oksidli rudalar kislorod yoki kislorodli birikmalar bilan foydali metal birikma hosil qilgan bo'ladi. Sof rudalarda esa mineral foydali metal hech qanday elementlar bilan kimyoviy birikma hosil qilmagan bo'ladi. Endi biz o'sha mis konidan olingan ruda namunasi o'rganilganda sulfid holatda ekan, ya'ni metal oltin gugurtdan birikma hosil qilgan ekan. Agar kislorod bilan birikma hosil qilgan bo'lganda biz bu kondagi olingan, qazib olingan foydali qazilmani flotatsion usulda boyita olmasdik. Sababi oksidli rudalar gidrofoblik xossasiga ega emas. Reagent qo'shsak ham gidrofoblik xossasi qiyin. Oksidli rudalarni yo biz maxsus kimyoviy yo'l bilan sulfid holatga o'tkazib keyin flotatsiya qilishimiz mumkin, yoki bo'lmasa maxsus kimyoviy eritma kislotalarda gidrometallurgik yo'l bilan metalni ajratib olishimiz mumkin. Agar sof holatda joylashgan metalimiz bo'sh tog' jinsiga nisbatan zichligi 2,5-3 barobar katta farq qiladigan bo'lsa, yoki hech qanday mineral ichida bog'lanib qolmagan bo'lsa, buni gravitatsiya yo'li bilan boyitishimiz mumkin. Ya'ni o'sha zichligining farqiga qarab. Agar oksidli minerallarning ichida mayda zarra holatda joylashgan bo'lsa, biz gidrometallurgik usuldan foydalansak bo'ladi. Yoki bo'lmasa sulfidli minerallarni ichida mustahkam joylashgan bo'lsa, masalan, xalkopirit, alkazin, kavelin, piritning ichida bo'ladigan bo'lsa, biz bu sof metalimizni flotatsion usulda boyitsak bo'ladi. Sulfidli rudalar o'sha eng maqbul uchun bu flotatsion boyitish. Sababi mana bu oltin gugurt suvda ho'llanmaslik xossasini namoyon qiladi. Ya'ni flotatsiya xossasi bor oltin gugurtda va shuning uchun bu usul flotatsion boyitish usuli deyiladi. Rudani tarkibida mis, xalkopirit, bornit, xalkazin, kavelin kabi sulfidli minerallar holatda mavjud ekan. Biz o'rganamiz bo'sh tog' jinslarini. Qanaqa asosiy komponentdan tashqari bo'sh tog' jinslari mavjud. Kvars, kalsit, silikat minerallari. Bu o'sha bo'sh tog' jinslaridan foydali metalni ajratib olishda katta ahamiyatga ega. Keyingi qilinadigan ish rudani asosiy xossalari aniqlanadi. Ya'ni rudani tarkibida qancha foydali komponent bor, zararli qo'shimchalar miqdori bormi, o'sha rudani fizik xossalari o'rganiladi. Ya'ni qattiqligi, zichligi, magnitlik xususiyati bormi yoki bo'lmasa yanshish darajasi qanaqa, bular o'rganiladi. Zichligi, qattiqligi, bu xossalari, o'sha yanshish, magnit xususiyatlari keyingi boyitish jarayonini tanlashda katta ahamiyatga ega. Barcha ma'lumotlar yig'iladi hamda o'sha mineralni sulfidli ko'rsatkichi aniqlanadi. Ya'ni sulfidli ko'rsatkichi sulfidli rudalar tarkibida mavjud termin. Bu terminda o'sha foydali element necha foizi sulfid bilan birikma hosil qilgan, o'shani ko'rsatadi. Mana 60%, 80%, 90%. Qancha sulfidli ko'rsatkichi foizi ortib boraversa, bu mineralni
flotatsiyon usuli bilan boyitish afzalligi ortadi. Flotatsiyalanish xususiyati, ya flotirimiz deyiladi. Bu o'sha namuna olinib, qondan maxsus ochiq usulda flotatsion usuli olib boriladi laboratoriya sharoitida. O'sha boyitmaga o'tgan foydali minerallarning foizi o'sha flotirimiz xususiyati deyiladi. Bu ham o'sha foizi ko'tarilib oshib borgan sayin flotatsiyalanish xususiyati effekt oshadi. Olingan ma'lumotlar natijasida o'sha tahlil o'tkaziladi. Maxsus texnologlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Masalan, gravitatsion boyitish usulida boyitsak bo'ladimi? Samarasi past. Sababi mis minerallarining zichlik farqi o'sha bo'sh tog'jizlarga nisbatan unaqa katta farq qilmaydi. Boyitsak kerakli boyitma olinmaydi. Magnit usulida boyitsak bo'ladimi? Samarasi yo'q. Chunki mis minerallari kuchli magnitlanish xususiyatiga ega emas. Yoki gidrometallurgik yo'l bilan boyitsak bo'ladimi? Yo'q. Sababi oltin gugurt mis oltin gugurt bilan birikma hosil qilgan. Sulfitli minerallar kislotada erimaydi. Agar oksidli birikma bo'lganda gidrometallurgik yo'l bilan qayta ishlasak bo'ladi. Eng samarali usul flotatsiya. Flotatsiya usulida sulfit minerallar yaxshi flotatsiyalanish xossasiga ega. O'sha olingan ma'lumotlar tahlil qilinadi va eng oxirgi jarayon tanlangan boyitish texnologiyasi, ya'ni texnologik sxema tuziladi. O'sha olingan ma'lumotlar asosida maydalash jarayoni, yanchish jarayoni, reagent qo'shish, flotatsiya, mis konsentratsiya eritish hammasi tahlil qilinadi. Ya'ni olingan ma'lumotlar asosida maydalash dastgohlari tanlanadi. Rudaning qattiqligi, mo'rtligi, qovushqoqligi o'sha xossalar o'rganiladi. Agar mo'rt ruda bo'ladigan bo'lsa, masalan, bolg'ali maydalagichlar ishlatiladi yoki qattiqligi o'ta qattiq emas, o'rta qattiqlikdagi rudalar bo'ladigan bo'lsa, konusli maydalagichlar yoki bo'lmasa yanchish jarayonida dastgohlar tanlashda yanchishdan keyingi boyitish usuliga qarab tanlanadi. Sababi, masalan, gravitatsion usul bilan boyitishda yanchish jarayonida stерженli tegirmonlardan ishlatsak bo'ladi. Sababi gravitatsion boyitish usuli uchun o'ta mayin mahsulot kerak emas. Dag'al yanchilsa ham boyitish jarayoni olib boriladi. Ya'ni bularni tanlashdan asosiy maqsad sarflanayotgan xarajatni maksimum kamaytirish. To'g'ri sxemani tanlab, xarajatni kamaytirib, ko'proq foydali metallarni ajratib olish. Yanchish jarayoni tanlanadi. Agar flotatsion boyitish bo'lsa, mayin mahsulot talab qilganligi uchun o'z-o'zini yanchuvchi yoki yarim o'zini qayta yanchuvchi va boshqa sharli tegirmonlarni qo'llab yanchish jarayonini amalga oshirish mumkin. Tayyor sinf olish uchun reagentlar tahlil qilinadi. 5 xil reagent mavjud. Muhitni hosil qiluvchi, so'ndiruvchi, faollashtiruvchi, yig'uvchi hamda ko'pik hosil qiluvchi. Bu reagentlarning ham yuzlab turlari bor. Bular ma'lum bir laboratoriya sharoitida tahlil qilinadi. Qaysi birini tannarxi arzon, ajratib olish foizi yuqoriroq flotatsion jarayon o'shalar o'rganiladi va ma'qul rejim tanlanadi. O'sha flotatsion jarayonda olingan konsentrat eritish zavodiga beriladi. Sababi minerallarni tarkibidan sof misni ajratib olish uchun. Bunda eritish zavodida turli agregat pechkalardan foydalanadi. Bu pechlarni tanlashda dastlabki boyitish usuli katta ahamiyatga ega. Agar flotatsion yo'l bilan boyitib olingan konsentrat keladigan bo'lsa, bunda eritish jarayonlarida avtogen pechlarni qo'yish katta afzallikka ega. Sababi o'sha oddiy masalan yalli qaytaruvchi pechlarda yuqori yoqilg'i talab qiladi miqdorda. Avtogenli pechlar, masalan, kislorodli fakelli pech, varikov pech, bir qancha avtogen pechlarda o'sha flotatsion jarayonida sulfitli konsentrat olinadi, sulfitli tarkibli. Bu sulfitli minerallar yonishi natijasida o'zidan katta miqdorda ekzotermik issiqlik chiqaradi. Bu issiqlikdan o'zini o'zi eritishda foydalanadi. Ya'ni o'z-o'zidan boruvchi texnologiya tanlanadi. Natijada o'sha konverter pechi, anod pechi, elektrolizlar shu jarayonlarga qarab tanlanadi. Qisqacha o'sha foydali komponent mavjud rudalar topilgandan to metal olguncha umumiy jarayonlar haqida ma'lumot almashdik. Keyingi darsdagi video ma'lumotimizda har bir jarayondagi qo'llaniladigan dastgohlar va bu jarayonlarga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha umumiy ma'lumot almashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.